O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi bilan Hayot birja o'rtasida o'zaro kelishuv asosida darslar olib borilyapti. Bunda tinglovchilar elektron platformada qanday ishlashni va undan tashqari davlat xaridlari sohasidagi barcha malaka ko'nikmalar berib borilmoqda. Ular o'zlariga kerakli bo'lgan barcha malakalarni olishdi deb bilamiz va buni o'zlaridan ham eshitamiz. Hayot birja har doim birgalikda ishlashga tayyor. Mana biz dars jarayonlarida nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida bugun Hayot birja operatoriga akademiya tomonidan tashkillashtirilgan tadbirga keldik. Bu tadbirda olgan bilimlarimizni amaliyotga kelayotgan muammolar, har xil turdagi yetkazib beruvchilar, buyurtmachilar da yuzaga kelayotgan masalalar bo'yicha bevosita amaliy ko'nikmalarni oldik. Hayot birja aksionerlik jamiyatiga tashrif buyurdik. Bu yerda biz amaliy va nazariy bilimlarimizni yanada mustahkamlash uchun Bank Moliya akademiyasi bizga hozirda qo'llab-quvvatlab bu yerga networking qilishga olib kelishdi. Bu bizga kelajakda shu sohada aynan faoliyat yuritishimizga juda ham katta foyda bo'lyapti degan umiddaman.